Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari hamda Biyagomus vodiy o'z obunachilari, barchalaringga xayrli kun. Hozir mana shu biyagomuslarimizni tayyorlayapmiz hamda zakaslarimiz ham davom etmoqda. Hozir qo'limiz tegmay qoldi. Mana shunday o't o'linlarni yulib tashlash kerak. Nimagaki bu zarar keltiradi biyagomus uchun. Biyagomusda bor ozuqani o'ziga oladi. Hozir biyagomus yelamoqchi bo'lgandik. Mana shu yerlarimiz tayyor bo'lganda. Ana ko'rishingiz mumkin biyagomuslarimizni. Hozir mana shu maqsadida mana shu chiqqan oshqovoqlarning holatini qarang. Bu po'choq tashlangan, shulardan urug'lari, mana bu kartoshkalar, kartoshkaning po'choqlaridan chiqqan. Shu paytda bir video qilishdan maqsad ham bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin, pomidor ham gullashga kelgan mana. Mana bu kartoshkani qarang holatini. O'zimiz bilmagan holda hozir yulib tozalay turgandik. Mana shunday jinozi kartoshka chiqib qoldi. Hozir ko'rishlaring mumkin. Mana shu yerda ham hozir bularni ham yulamiz, balkim chiqar. Ko'ramiz. Endi tugayapti ekan. Ko'rishingiz mumkin. Obunachilar. Tayyor bu yerga so'ng qo'yilmagan, boshqa ham qilinmagan. Mana hozir buni ovqatlarga solib ishlatsam bo'laveradi. Mana bu qovun ekan. Mana bu oshqovoq. Bu yerda endi tozalab tashlaymiz. Biyagomuslar tayyor bo'ldi mana. Shurga tarvuz po'choqlar tashlanganda urug'lar qisman tushib, tarvuzlarning holatini qarang. Hatto dalada ekilgan tarvuzlarga ham hali bu darajada emas. Hech qanaqa bir unga qarov ham bo'lgan yo'q. Tarvuzlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerlarni elaymiz, mana biyagomuslari ham tayyor bo'lgan. Mana oshqovoqlarni ko'rishingiz mumkin. Shunday ekan, biyagomus hech qachon o'lmaydi. Bunga talab yildan yilga ortib bormoqda. Yanagi videolarda ko'rishguncha